Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Axborot kommunikatsiya tizimlarini loyihalash fanidan ikkinchi amaliy mashg'ulot. Mashg'ulotning mavzusi masterskada interfeysi va ishlab chiqish muhiti, obyektlar daraxti bilan ishlash. Ishdan maqsad masterskada muhitda teglar va qiymatlar bilan ishlashni o'rganish, xususan read only, write only, read write turdagi teglarning vazifasini tushunish, o'zgaruvchilarni tortib bog'lash, drag and drop orqali aloqa o'rnatish, teg va qiymatlar o'rtasidagi ma'lumot uzatilishini tekshirish, ijro rejimida loyihaning ishga tushirishni nazorat qilish. Obyektlar daraxtida ma'lumotlarni qayta ishlashni boshlaymiz. Hozirgi vaqtda unda faqat bitta obyekt, ya'ni yuqori darajadagi obyekt mavjud. Masterskada arxitekturasi real fizik obyektlarga bog'langan obyektga yo'naltirilgan yondashuvni nazarda tutadi, ya'ni pastga yo'naltirilgan arxitektura. Masalan, zavod, sex, apparat, uzel, parametr. Yuqori darajadagi obyekt bu zavod. Unga obyektlardan boshqa hech narsa qo'shib bo'lmaydi. Shuning uchun avval obyekt qo'shamiz. Ushbu obyekt ichiga barcha boshqa komponentlarni qo'shish mumkin. Boshqa obyektlar, qiymatlar, funksional bloklar va hokazo. Kontekst menyu orqali obyekt, значение, komanda, событие, расчет qo'shish mumkin. Bu elementlar masterskada loyihalarida eng ko'p ishlatilgani sabab ular kontekst menyuga alohida chiqarilgan. Har bir elementni alohida o'rganishdan oldin общий yorlig'ida obyektni kompyuterga biriktiramiz. Bu har doim bajarilishi shart, aks holda obyekt hech qaysi kompyuterga tegishli bo'lmaydi va uning ichidagi barcha elementlar ishlamaydi. Barcha o'zgaruvchilar kulrang rangda va qiymatsiz bo'lib qoladi. Значение elementi va bog'lanishlarni o'rnatish. Значение elementi, ya'ni bu qiymat elementi, bu kirish-chiqish turdagi element hisoblanadi. Unga loyiha ichidagi istalgan chiqish o'zgaruvchisidan signal uzatish mumkin. OPC tagi, buyruq, hisoblash natijasi va hokazolar misol bo'lishi mumkin. Qiymatni mnemosxemalarda ishlatish, hisobotlarga qo'shish, trend grafiklarda ko'rsatish, hisoblash formulalarida qo'llash mumkin. Qiymat значение elementini obyektning kontekst menyusi orqali qo'shamiz. Общий yorlig'ida o'zgaruvchining nomini o'zgartirish mumkin. Hozircha qiymat hech qanday manbaga bog'lanmagan. Endi uni sol o'zgaruvchisi bilan bog'laymiz. Buning uchun bitta o'zgaruvchini ikkinchisini ustiga sudrab olib borish kifoya, ya'ni drag and drop. Aloqa o'rnatilganini quyidagilardan bilsak bo'ladi. Ikkala tegda ham qizil indikatorlar, aloqa yo'li va ushbu aloqa orqali o'tish imkoniyati. Masterskadada 3 xil turdagi teglar mavjud. Faqat o'qish, read only, bu chiqish. Faqat yozish, write only, bu kirish. O'qish va yozish, read write, bu kirish va chiqish teglari mavjud. Agar biz chiqish turdagi o'zgaruvchini kirish-chiqish turdagi o'zgaruvchi bilan bog'lasak, bu yerda variant yo'q. Aloqa har doim chiqishdan kirishga o'rnatiladi. Ya'ni bu holatda tortib o'tkazish yo'nalishi ahamiyatga ega emas. Agar qiymatdan write write turdagi OPC tagiga, masalan digit count tagi tortsak, bu holda qayerdan tortayotgan bo'lsak, bu chiqish, qayerga tortayotgan bo'lsak, u kirish bo'ladi. Har doim chiqish o'zgaruvchisidan kirish o'zgaruvchisiga tortish tavsiya qilinadi. Shunda siz aniq adashmaysiz. Aloqa o'rnatildi, общий yorlig'iga e'tibor beramiz. U o'zgardi. Ma'lumot turi sozlamalari o'zgardi. Ma'lumot turi haqiqiy, real qilib o'rnatildi. Описание maydonida esa matn paydo bo'ldi. Buning sababi aloqa o'rnatilganda kirish o'zgaruvchisi chiqish o'zgaruvchisining sozlamalarini meros qilib oladi. Ya'ni qiymat o'zgaruvchisi teglarning ma'lumot turi, izohi va shkalasini qabul qiladi. Sozlamalar to'g'ri ishlayotganini tekshirish uchun ijro rejimiga o'tamiz. Buning uchun raketa belgisi bosiladi. Hamma narsa to'g'ri ishlayapti, qiymat uzatilmoqda, ijro rejimini to'xtatamiz.
Avval qiymat yaratib, keyin uni tizim daraxtiga bog'lash shart emas. Tizim daraxtidagi tegni to'g'ridan-to'g'ri obyektga tortish kifoya. Masalan, tizim daraxtidan sin tegini birinchi obyektga tortamiz. Natijada avtomatik ravishda shu nomdagi qiymat yaratiladi. Qiymat tizim daraxtidagi teg bilan bog'lanadi. Ya'ni qiymat nomi va bog'lanishni avtomatik tarzda yaratiladi. Tizim daraxtidagi teg bilan bog'langan xuddi shu nomdagi qiymat avtomatik ravishda yaratildi. Ijro rejimini ishga tushiring va ushbu tegga qiymat kelayotganiga ishonch hosil qiling. Hisoblash, ya'ni расчет elementi. Bu element chiqish turidagi element hisoblanib, uni kirish yoki kirish-chiqish turidagi o'zgaruvchilar bilan bog'lash mumkin. Hisoblash elementida formula deb nomlangan maxsus yorliq mavjud. Ushbu yorliqda boshqa o'zgaruvchilardan foydalanib formulani yozish mumkin. Formula bajarilgandan so'ng hisoblangan natija hisoblash elementining chiqishiga uzatiladi. Agar siz ilgari biror dasturlash tilida ishlagan bo'lsangiz, funksiya tushunchasi sizga tanish. Funksiyaga argumentlar uzatiladi, ular ustida amallar bajariladi va natija qaytariladi. Hisoblash elementi ham xuddi funksiya kabi ishlaydi, faqat bu yerda alohida return yozish talab etilmaydi. Formulada hisoblangan barcha qiymatlar avtomatik ravishda hisoblash chiqishida paydo bo'ladi. Hisoblash elementini obyektning kontekst menyu orqali qo'shamiz va formula yorlig'iga o'tamiz. Formula yorlig'i quyidagi elementlardan iborat. Formula maydoni, bu yerda faqat formula yoziladi. Kirishlar jadvali, formulaga uzatiladigan kirishlar, argumentlar shu yerga tizim obyektlaridan tortib qo'shiladi. Arifmetik operatorlar, mantiqiy, bitli va shartli operatorlar. Funksiyalar. Avval eng oddiy vazifani bajarib ko'ramiz. Formulada ikki qiymat 1 va ya'ni значение 1 va sin yig'indisini hisoblaymiz. Buning uchun qiymat 1, значение 1 va sinni sichqoncha yordamida formulalar jadvaliga tortamiz. Qiymatlarni formulaga qo'shing. Formulaga qo'shish tugmasi orqali yoki qiymatga 2 marta bosish orqali qo'shiladi. Yig'indini hisoblash uchun plus belgisi kiritiladi. Klaviaturadan yoki arifmetik operatorlar bo'limidagi tugmadan qo'shsak bo'ladi. Qo'llash применить tugmasini bosing. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, tugma faoliyatini to'xtatadi. Agar formulada xato bo'lsa, parametr nomini to'g'ri yoki ruxsat etilmagan amal ishlatilgan bo'lsa, xatolik haqida xabar chiqadi. Masalan, o'zgaruvchi nomi noto'g'ri kiritilgan. Sin 1 o'rniga si1. Xatoni tuzatib, yana qo'llash tugmasini bosing. Yoki bekor qilish, отмена tugmasini bosib, oxirgi to'g'ri formulani tiklashingiz mumkin. Ijro rejimini ishga tushiring va natijani tekshiring. Yig'indi to'g'ri hisoblanadi. Eslatma: to'g'ri formula kiritilmagunicha formula muharrirdan chiqib bo'lmaydi.